22-fevralda fizika fanidan milliy sertifikat savolini bir darsini ko'rib chiqamiz. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, AB stejidagi reaksiya kuchini topamiz. Yukning og'irlik kuchi hisobidan bir nuqtada AB stejida reaksiya kuchi paydo bo'ladi. Endi burchak o'xshashligidan bu yerdagi burchak alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi. Keyin bu ham alfa bo'ladi. Sistema turg'ani hisobidan bu yerda qarama-qarshilar teng bo'ladi. Endi y ga proyeksiyalaymiz. Buni proyeksiyasi n ko'paytirilgan kosinus alfa bo'ladi. Uchun deganda yopishganning gipotenuzasi nisbati. Endi shu n kosinus alfa bilan yukning og'irligi teng. Yozamiz. N ko'paygan kosinus alfa teng bo'ladi mg ga. Berilishinda sinus alfaning qiymati berilgan. Sinus alfaning qiymati ma'lumligidan aniq kosinus alfa ma'lum bo'ladi. O'rnidan qo'yamiz. N ko'paytirilgan 12 taqsim 13 teng bo'ladi m 12 j 10. Qisqarib ketadi. N ni topadigan bo'lsak 130 newton bo'ladi. Sizga qaysi bo'limdagi masalalar qiyinchilik tug'diradi? Komment yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda shu masalalarni yechishga harakat qilamiz.